Boshqaruv servis kompaniyalarining ko'ngildagidek faoliyat yuritishi uy egalarining minnatdorchiligiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Chilonzor tumanidagi Botirma mahalla fuqarolar yig'inidagi ko'p qavatli uylarga uzoq yillar davomida xizmat ko'rsatilmagan. Shahobiddin Boqijonov rahbarligidagi boshqaruv servis kompaniyasi bu muammoga jiddiy yondashib, mahallaning o'ziga xos holatiga yechim topishdi. Shundan so'ng mahalladagi barcha uylar bosqichma-bosqich ta'mirlandi. Hovlilardagi yashil hududlar kengaydi va har bir binoga qulay sharoitlar yaratildi. Baraka topsin, ishqilib juda ham yaxshi remont qilib qo'yishdi. Oldingiga qaraganda men podyezdda yomon bo'yatuvdi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Baraka topsin. Mana chiroyli ham o'zi yonib o'zi o'chadigan bo'ldi. Agarotlarni ham chiroyli qilib qo'ygan edi. Hozir bu yog'iga ham mana bosh-bosh bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Rahmat, yaxshi. Shu yerda turganlarning ham o'zi hissasi qo'shilish kerak endi. Tozalikni saqlash kerak. Hamma yoqqa qarash kerak ishqilib. Ishchilar lekin yaxshi ishlashdi, baraka topsin. Ko'chib, tushib yotgan joylari bor edi, hammasi podyezdda qorong'i edi. Necha marta mana lampochka almashtiruvsa, nuqul kuyurardi. Hozir yaxshi bo'ldi mana. Foydasi bo'lsa bo'ladiki, ziyoni bo'lmaydi, baraka topganda. Hamma yoq ko'kalamzor bo'ladi. Obod bo'ladi hamma yoq. Daraxtlarni mana Xudoga shukr ekishyapti, qarab turishibdi. Yozi issig'i bor, qish shamollari bor, hamma narsani ishlaydi-yu. Dom kelgan vaqtimizda bu dom juda xarob holatda edi. Juda ham shitlarimizda ham, yorug'lik tizimi ham va xonalarda kirish qismlari ham juda ham bir ahvol achinarli holatda desak to'g'ri bo'lardi. Va ularni qiynab keladigan podvaldagi kanalizatsiya quvurlarini to'liq ta'mirlash ishlarini amalga oshirish birinchi reja qilib oldik. Umumiy hisob-kitob qilganimizda har bir ko'p qavatli xonadonlarimizda podyeziga qarab 200 milliondan 250 milliongacha sarf hisob chiqyapti-da. Bizda hozir mana shu domimizda smeta qildirganmiz 200 milliondan ziyodroq pul ketadigan hisob-kitob chiqdi. Ushbu xonadonda hozir bizlar podyezlarni remont qilib chiqdik. 124 ta ko'p qavatli xonadonlarga xizmat qilishni biz rejalashtirib olganmiz. O'shandan hozirgi kunda qamrovimiz 41 ta domni tashkil qiladi. Yashil makon umumiy loyihasi bo'yicha bizlarning ko'p qavatli uylarimizda ham atrofini befarq qaramaymiz bu narsaga. Bu narsaga biz alohida bog'lar yaratish ustida ishlayapmiz. Shahar hududlik bo'lganligi uchun bu shahar hududidagi yashaydigan barcha xonadon egalari juda vaqt tig'iz bo'lganligi uchun ularning ko'p vaqti yetmaydi. Aynan shu daraxtlarni sug'orishga, boshqaruv servis kompaniyasining qoshida shunaqa yashil makon loyihasini amalga oshiradigan guruhga tashkil qilmoqchimiz. Alohida shu texnikalarimiz, alohida bog'bonlarimiz o'sha ekilgan daraxtlarni to ko'chat bo'lib o'zining hosilini, ya'ni soyasini berguncha qaraydigan mexanizm qilamiz. Umumiy qilib aytganda, mana shu boshqaruv servis kompaniyasiga bizlar kirib kelganimizda domlar juda ham xarob holatda edi. Juda ham og'ir ahvoldagi domlarni biz hozir qabul qilib, shuni ichida yuribmiz, ishlayapmiz. Xalq xursand. Mahallani 7 ligi, hozir mana prezidentimiz tashabbusi 8 ligi bankirlar tashkil qilindi. Mahallaning 8 ligi bor. Har bir sohani o'zini hokim yordamchisi, xotin-qizlar bo'yicha, mahalla bo'yicha rais va hokus profilaktik inspeksiya umuman olganda mana mahallaning 7-8 ligini o'zini funksional vazifasi o'ziga yetarlicha. Aynan kommunal yo'nalish tushgan murojaat egasi noganda egasi paydo bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Barcha murojaatdan oldin hokimiyatdagi o'sha o'zining soha kesimi bo'yicha egasiga borgan bo'lsa, endi unaqa emas, endi o'sha mahalladan kelib tushadigan har qanaqa murojaat mahallaning o'zidan fuqarolarning murojaat hal bo'lish mumkinligini amalda ko'rsatib beramiz. Yashil makon umummilliy loyihasi shahar aholisi uchun alohida ahamiyatga ega. Bu loyiha nafaqat tabiatni saqlash, balki odamlar uchun sog'lom muhit yaratishga ham qaratilgan. Shuningdek, u shaharda yashash darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shu tufayli O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda uning quyi tashkilotlari, boshqaruv servis kompaniyalari aholiga xizmat ko'rsatishda, ko'p qavatli uylarni bunyod etishda ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratishmoqda. Bu loyiha shahar muhitini yanada yaxshilash va odamlar uchun qulay, yashil makonlarni yaratishga qaratilgan.